Tefsiri Müyesser. Nisa suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Erler ayollarını qoğdaş ve ularga yol görüstüşte ularning hamileridir. Bu Allah'ның erlerini ularga xas xususiyet bilen ayollardan artıq qılğanlıqıdan ve erlerning öz pul mallardan ayollarga mehri ve nafiqi bergenlikidandır. Yaxşı ayollar Allah'a ve erlerge itaat qiladigan, Allah'ның dinida mustahkam turadigan, erleri yenide bo'lmagan chaqladimi Allah'ның ko'rsatmasi bo'yicha ularning haq huquqlarini saqlaydigan ayollardir. Sizlarga itoat qilmaslikdan ansiraydigan ayollarga chiroyli so'zlar bilan nasihat qilinglar. Ularga chiroyli nasihat unum bermasa, ular bilan bir to'shakda yotmanglar. Ularga yaqinlashmanglar. Bumi unum bermasa, ularni adablab qo'yinglar. Agar ular sizga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilishdan hazar aylanglar. Sheksizki, ularning egisi katta martabalik ulug' Allohdir. Alloh ayollarga zulm qilg'uvchilarni jazolashga qodirdir. Ey er ayolning egi chaqillari, agar bu ikkilan inoqsiz bo'lib kelib, ularning ajrashib ketishidan ansirsanglar, er tarafdan adolatlik bir kishini, ayol tarafdan adolatlik bir kishini avatinglar. Ular bu ikkilanni aplashtirib qo'yishga tirishsin. Agar bu ikki kishi ularni aplashtirib qo'yish niyatida chiroyli uslub bilan ish ko'rsa, Alloh er ayol ikkisining orasiga inoqlik soladi. Sheksizki, Alloh hammani bilguchidir. Uningga bandalarning ishlaridan hech bir maxfiy emas. Alloh yana bandalarning dillaridagi sirlardan muxabbardardir. Allohga ibodat qilinglar. Uning o'ziga itoat qilinglar. Uningga e'tiqodda va ibodatda hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga qadr qilib xizmat qilinglar. Ularning haqlarini ado qilinglar. Yaqin tuqqanlaringlarning, yetimlarning kunlik ehtiyojini qamdayolmaydigan yo'qsullarning, sizlarga yaqin qo'shnining, yiroq qo'shnining, safardagi hamrohning, yondagi hamrohning, yordamga muhtoj bo'lib qolgan musofirning, qo'l ostinglardagi qo'l cho'rlarning haq huquqlarini ado qilinglar. Sheksizki, Alloh bandalarning orasidagi mutakabbirlarni, kishilarga maqtanadiganlarni yoqtirmaydi. Ular Alloh bergan mol dunyodan Alloh yo'lida sarf qilishga bexillik qiladigan, boshqalarni mo bexillikka buyuradigan, Alloh o'z fazlidan bergan ne'matlarga tanadigan, Allohning fazlini yo'shiradigan odamlardir. Biz bundaq tuzkorlar uchun xorlig'uchi azobni tayyorladik. Bu azobni biz yana pul mollarni riyo qilish va obro'y qozonish uchun sarf qiladigan, e'tiqodda va amaliyatda Allohga va qiyomat kuniga ishonmaydigan kishilarga tayyorladik. Shayton ana shundoq yomon ishlarga chaqiradi. Kimki o'ziga shaytonni do'st qilib oladi ekan, shayton nima degan yomon do'st. Agar ular e'tiqodida va amaliyatida Allohga, oxirat kuniga iymon etsa va Alloh o'zlariga ato qilgan pul moldan savob umid qilib, ixlos bilan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Alloh ularni va qilayotgan ishlarini obdan biladi va shuniga asosan ulardan hisob oladi. Sheksizki, Alloh hech kimning amalining mukofotini zarracha kamaytirib etmaydi. Agar kishining zarrachilik yaxshiligi bo'lsa, Alloh uni hassilab ko'paytiradi. Uning mukofotini ziyoda qiladi. Uningga o'z dargohidan jannatdan iborat katta mukofotni ato qiladi. Qiyomat kuni Alloh har bir ummatning payg'ambarini u ummatning amaliga guvohchi qilib keltirgan. Ey payg'ambar, senimi o'z ummatingga Rabbingning dinini yetkazganligingga guvohchi qilib keltirgan chaqda ularning ahvoli qanday bo'lar? Allohni inkor qilgan va payg'ambarga itoat qilmaganlar qiyomat kunida
o'zlarining yeri bilan yeksan bo'lib to'piga aylanib ketishini va tirildirilmasligini orzu qiladi. Ko'nglidagi hech bir ishni Allohdan yo'shirolmaydi. Chunki o kunda ularning tili pechatlanadi. Ularning a'zolari ularning qilmishlariga guvohlik beradi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan, islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlar mast bo'lib qolgan cheg'inglarda aqlinglarga kelib, nima da'vat qilganliginglarni bilgudek bo'lg'icha namozga yaqinlashmanglar va namoz o'qimanglar. Shuningdek, junub bo'lib qolganda g'usl qilmag'icha namozga yaqinlashmanglar va masjidlarga kirmanglar. Masjidning hovlisidan o'tib ketadiganlar buningdan mustasno. Agar sizlar kasal bo'lib, suv ishlatammisanglar, safar ustida bo'lsanglar yoki hojat qilsanglar va yoki ayolinglar bilan munosabat o'tkazsanglar, ondan poklanish uchun suv topolmasanglar, ikki olqininglarni pok tuproqqa urib, uning bilan yuzinglarni va qo'linglarni silab tayammum qilinglar. Sheksizki, Alloh nihoyatda afu qilg'uchidir. Bakmu mag'firat qilg'uchidir. Sizlarning yomonliginglarni afu qiladi, aybinglarni yo'gaydi. Ey payg'ambar, o'zlariga kelgan Tavrat ilmidan nesiva berilgan Yahudilarning ishini bilmamsan. Ular hidoyatni ozg'unlikqa tegishidi. Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini dalillaydigan paketlarni yo'shiradi. Ey mu'minlar, ular sizlarning to'g'ri yo'ldan ezib ketib, o'zlaridek ozg'unlardan bo'lishinglarni xohlaydi. Ey mu'minlar, ashu Yahudilarning sizlarga bo'lgan dushmanligini Alloh obdan biladi. Alloh sizlarni qo'g'dashga va dushmanlaringlarga qarshi sizlarga yordam berishga yetarlikdir. Yahudilar ichida Allohning nomidan yolg'on aytib, Tavratning so'zlarini asldagi holidan o'zgartirib yetadiganlarmi bor? Ular payg'ambar alayhissalomga so'zingni angladik, amringga xiloflik qilamiz. Sen bizning so'zimizni anglag'in, anglamas bo'lib ketasan, deydi. Dinga ta'ni qilib, o'zlarining tilidagi ra'ina degan haqorat so'zini tillarini agiri-bugiri qilib aytadi. Agar ular yuqorqidek bizning so'zimizni anglag'in, anglamas bo'lib ketasan degan gapni qilishning o'rniga angladik va itoat qilamiz, quloq solg'aylar, unzurna degan bo'lsa, Allohning dargohida ular uchun texmi yaxshi, texmi adolatlik bo'ladi. Lekin Alloh ularning kufrligi va Muhammad alayhissalomni inkor qilganligi sababli ularni rahmatidan yiroq qildi. Ular haqiqatga to'limi oz ishinadi. Shunga ularga bu ishonganning foydasi bo'lmaydi. Ey kitob berilganlar, biz nurg'un kishilarning yuzlarini o'zgartib, orqasiga qilib qo'yishimizdan yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari qo'linglardagi kitoblarni tasdiqlaydigan Qur'on oyatlariga iymon keltiringlar va amal qilinglar. Allohning amri har zaman amalga oshquchidir. Sheksizki, Alloh o'ziga maxluqotidan birarsini sherik keltirgan yoki har qanday bir kufrlikni sodir qilgan kishining gunohini qat'iy kechirmaydi. Bandalardan xohlagan odamning sherik keltirganlikdan boshqa gunohlarni mag'firat qiladi. Kimki maxluqotni Allohga sherik keltirdi ekan, u cho'ng gunohni sodir qilgan bo'ladi. Ey payg'ambar, o'zlarini va qilgan ishlarini maqtaydigan, gunohdan yiroq ekanligini va pok ekanligini da'vo qiladiganlarni bilmadingmi? Ish hargiz ular degandek emas. Alloh bandalarning amallarini to'liq bilganlikdan ulardan xohlagan kishini maqtaydi. Ularning amallaridan zarrachilikmi kamaytirilmaydi. Ey payg'ambar, ularning Alloh nomidan yolg'onni qandoq to'qivatganligiga ajablanishi bilan qarag'in. Alloh barliq noloyiq sifatlardan albatta pokdir.
Ularning bu yolg'onlarni to'qib chiqqanligi o'zlarining e'tiqodining buzuqligini aytib beradi. Ey payg'ambar, ilmdan nasibi berilgan ashu yahudiylarning qilmishini bilmadingmi? Ular bulutlarga, inson va jinlarning shaytonlardan iborat barliq saqti ma'budlarga ishinadi. Hatto Allohni qo'yib, ashu saqti ilohlarga cho'qinadi. Ular Allohni va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilgan kofirlarni ko'rsatib, ani shu kofirlarning yo'li mu'minlarninkidan to'g'ri va adolatlikdir deydi. Ani shular o'zlarining buzg'unchiligi va ozg'unligi sababli Allohning rahmatidan yiroq qilingan kishilardir. Allah kimni rahmatidan yiroq qilsa, uni azobdan saqlab qoladigan hech bir madadkor topolmaysan. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Agar ularning shundoq nasibasi bo'lsa edi, ular kishilarga qilchilik narsani bermaydi. Yoki ular Allah o'z fazlidan Muhammad alayhissalomga ato qilgan payg'ambarlik ne'matiga hasad qilishamdi. Allah uning sahobalariga ato qilgan hidoyat, tavfiq, payg'ambarga ergishish va hokimiyat tiklash qatorliq ne'matlarga chidamayvatamdi. Ular bu ne'matlarning zavol tepishini bilmamdi. Ilgari biz haqiqatan İbrahim alayhissalomning avlodiga kitob, hikmat va buyuk podshohlik ato qilgan edik. Ilmdan nasibi berilgan ashu yahudiylarning ichida Muhammad alayhissalomga iymon keltirib, uning shariatiga amal qiladiganlarmi? Uning da'vatini qabul qilishdan bosh tortgan va kishilarni uning da'vatidan to'sqanlarmi bor? Ey inkorchilar, sizlarga jahannamning yenib turgan o'ti yetarlikdir. Sheksizki Allohning oyatlarini, vahiy qilgan kitobini va haq ekanligining dalillarini inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugigan chaqda azobni davomli tetib turishi uchun o'rniga boshqa teri yangushlab turamiz. Sheksizki Alloh g'olibdir. Xohlaganlarini qiladi. Barliq hukmlarda va tadbirlarda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.